Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun shunaqa sexga yetib kelganmizki, uyingizga, xonadoningizga, xo'p, dachalaringizga, qo'shimcha boshqa uylaringizga, mol ferma, qo'y fermalaringizga naves qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda sexda akamiz oldiga yetib keldik. Bu yerdagi narx-navolari, nimalar chiqaradi bu yerdan, qayergacha dastavkasi bor. Xo'p, xullas kalom bu yerdagi ana shu narx-navolardan materiallarni ko'ramiz va nimalar chiqadi bu sexdan shularni bilib hozir birma-bir sizlarga aytamiz. Sizlardan bitta iltimos faqat like va podpiska tugmalarini bosinglar. Yoqsa, xo'p, sizlarni keyin qanaqangi qiziqtiradigan, qanaqangi mavzular bo'lsa aytsanglar, biz sizlarni ana shu videolarni tayyorlashga harakat qilamiz qo'limizdan kelganicha. Xo'p, unda boshladik. So'rash qilamiz. Assalomu alaykum, Dilor aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamasizlarmi aka? Aka, bu sex xo'p, xususiy o'zinglar sexlar ekan-a? Bu yerda men surishtirdim. Bu yerda darvozalar, razmerdagi, to'g'rimi? Darvoza, uzun valishlari, ba'zi joylarda tok valishlar deb qo'yamiz. Uzun toklari, tok valishlar deb bor. Mana shunaqalar, xullas kalom darvoza, lesa, nima? Barel, ha? Barer, mana shunaqalar ishlab chiqarib qo'yib berasizlar ekan-a? Shunday. Xo'p, undan tashqari bu mana hozir mana ko'rib turganlaring uzun valishi, uzun toki nimasi deb qo'yadi. Mana videoga olaman. Mana shularimizni metri 600 mingdan boshlanib 1 milliongacha bo'lar ekan. Nimaga bunaqa qimmat desalaring, buni sababi materiali o'zidan borar ekan. U qurdirayotgan odam hech qanaqa material olib bormaydi uyiga. O'zlari materialini olib borib, o'lchab, sizlar aytganinglardek, o'zlaringlar aytganinglardek holatda qilib berib, bitirib kelishib beradi. Xullas, hamma narsasi ichida, xizmatlari, usta haqqi, boshqa. Dastavkalari agar uzoqroq joyga bo'lsa agar kelishilgan holatda bo'lar ekan, o'zlarining Forter mashinasi bor ekan, kelishilgan holatda, agar yaqin o'rtaga bo'lsa, dastavka xizmati tekin ekan. Xo'p, bular ana shu uzun valishini nimalari, oyoqlari, tumba. Ha, tumbalari, uzun valishi tumbalari mana. Xo'p, bular hozir shuni hisobotlari oz ekan, bu yerda biz oz mahalda yetib kelibmiz. Xullas kalom, bu yerda juda ko'p narsalar chiqariladi. Mana darvozani nima deydi? Darvozani listlari, ha? Darvozani listlari. Bu yog'ini o'zingizlarni aytganinglardaqa xohlasanglar kraskalab, xohlasanglar darvozalarni olgan razmerlarga qilib olib keladi. Mana tayyari, mana buni ham tayyorlashyapti ekan, mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Mana uzunligini ko'ryapsizlarmi? Menimcha bu kichkina uyga emas, 14 metr. 14.70. 14.70 uzunligimi? Mana shu uzun valishini uzunligi tepa nimasi deyiladi, tashlamasin. 14.70 sm ekan mana. Mana ko'rib turganlardek materiallari ham o'zlaridan, bularda hamma hisob-kitobini o'zlari chiqarib, borib o'lchashib, uyda egasi hech qanaqa hisob qilmaydi. Oxirida hisob-kitob qilinadi. Metri 1 metri 600 ming so'mdan boshlanib, shu 1 milliongacha ekan mana. Mana u yerda tayyorlari bor, yana kraskalab qo'yishibdi mana tayyor qilib. Xullas kalom, kimga barel, uyga, xo'p, zontiklar, xo'p, uzun valishlari, toklari, darvozalar, turli tuman. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu yerda video ostida akalarimiz nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz aytishlaring mumkin. Xo'p, boshqa qo'shimcha ma'lumotlar yana nima bo'lishi mumkin? Mana shu tayyorlashib qo'yibdi bularni. Xo'p, manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Suntolobod shaharchasi bo'ladi. Suntolobod shaharchasiga kirishda prezdan o'tmasdan o'ng qo'lda. Mana mahallalari. Bemalol har qanaqa zakazlarni qabul qiladi. Inshaalloh ishini ustasi, xudo xolasa, aytilgandek hammanglarni xursand qiladi. Hurmatli obunachilar, yoqqan bo'lsa bitta like, tugmalarini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz. Sizlarga qanaqa videolar, qanaqa mavzudagi, qanaqa biznes g'oyalari, qanaqa mavzular qiziqtiradigan bo'lsa, bizga komment yozsanglar, biz xudo xolasa shu videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.